auditoriyangizni kim deb ko'rasiz? Sizcha, o'zingizni qarashingizcha, kimga kontent qilyapman deb qaraysiz? No, mana aytvaram, bu bitcoinga o'xshaydi. Ya'ni men kelajak investitsiya qilman. Kelajakda bu auditoriya katta bo'ladi, ya'ni hozir aslında yoshlar, ular katta bo'ladi, ular trendlarni boshqaradi. Ya'ni men ularning ko'ziga, endi men yoshligimda men qahramonlarim bo'lganda, media taraflama. O'lbek Qodirov, Cherzoqov. Va hozir ular hech bo'lib qilmasa ham, xuddi shuni hurmat qilaman qarayam. Ko'riladi. Reklama qilsa yoki masalan любой narsa qilsa, o'sha pulsirib joyida turibdi. Tushunib ketmaydi. Avlodlar katta bo'lganda. Avlodlar katta bo'lganda emas. Men yoshligimda odam ko'rib katta bo'lganman. Va men hozir xuddi shu narsani, ya'ni xuddi shu narsaga o'zim qaytib tikyapman. Ya'ni odamlar meni yoshligidan ko'rib katta bo'lsin. Va xuddi shunaqa bitcoinga o'xshab bir o'sadi va kelajakda polni, avlod bizga qarab turadi. Hop o'rtoqlar, men o'ylaymanki, men birinchi bundoq qo'yib qo'yaman. Boshdan ishlagan mana. Xo'p, hozir o'xshashlikdi. Man keyin mashu joyida turibdi. Blin, mashu liba mashuda. Va davay. O'xshashlik bitdi. Nimaga turgani bizning hozir? Bundan oldin o'xshashlik bitta dedimi? Ikkita edi. Ikkitamidi? O'xshashlik ikkitami? O'xshashlikdi. Ha, bo'ldi. Okay guys, спасибо. Xullas 2003 da bekorga legenda emasdi. O'yinni men 2004larga yosh bolalarga qoldirdim. 3 xil har xil bir jirkan cho'ki, normal narsalar olamiz. Undan keyin kokteyl yasaymizda. Undan keyin kimdir o'zini so'chicha. Endi bo'lsa o'rtoqlar biz Boburov bilan ko'rishib oldik. Biz nima bo'lishini bilasizmi? Ha, primerni tushundim. Va ana endi biz hozir mana shu magazinga kirib, top 3 ta eng o'zimizga yoqmaydigan narsani tanlaymiz va boshida kokteyl yasaymiz. Men shu limon. Va men esa mamnun oldim. Ya'ni ballar. Давайте kefir olamiz. Kefir. Voy. Mana kefirimiz limonli, zahar va mana baliq. Bir jachammi donoziki? Men bir jacham o'ynadim. Просто lucky bo'lish. Don zik. Voy, bilan o'zi xuddi jotdi. Mazg'om.